Jo'rajon, to'g'ri tushun, umuman iloji yo'q, borolmayman. Ha, bilasan-ki, bobom kasal, qarigan odam yo'q, faqat men. Aha. Xo'p, mayli, davay. Yo'q, buvangda o'lganiga 20 yil bo'lyapti. Bugun jo'rang dallaysan, erta meni ham allaysanmi? Yo'q, dadajon, men sizni hech qachon olmayman. Boshliq, to'g'ri tushuning, men bugun ishga chiqa olmayman. Katinam oxir kasal, reanimatsiyada yotibdi, operatsiya qilish kerak. Xo'p, rahmat. O artist balasi. Katinang tuppa tuzuk, hayla grichkadan osh qo'yapti. Kecha jo'rang dallading, bugun boshlig'ing dallayapsan, ertaga meni allaysanmi? Yo'q, dadajon, men sizni hech qachon olmayman. Yo'q, chiqolmayman, taziyadaman. Davay. Otam o'lgan deb ayt. O'tgan kuni katatangni o'ldirding. Kecha soppa sog'lom katinangni o'ldirding. Bugun otangni o'ldiryapsanmi? Yo'q, dada, siz mashina o'tirib tushunasiz. Men Joni Jo'ram bilan gaplashayotgandim. Sizga yangi yilga Navoiy City'ning qoq markazida qurilayotgan Annor Rezidence loyihasidan 3 xonalik uy sovg'a qilmoqchi edik. Hozirgi kunda 80% ishlari bitgan. Kelasi yil nasib etsa ikkinchi cho'ragida podключ holda topshiriladi. Biza 100% to'lov qilganimiz uchun har bir kvadrat metrdan 1 million so'mdan skidka qilib berdi bizaga. Dadajon, mana shu narsani sizga sovg'a qilmoqchi. Yangi yillar muborak bo'lsin. Malades, baraka topinglar. Berda Jonni bitta tabriklab qo'yay, rahmat aytib. Yo'q, hayni ko'rganda aytasiz, dadajon. Bunaqa beryapman telefonni. Nima mikrofonni o'chirib qo'yibsan? Jonijon? Alo jonim, mikrofonni nimaga o'chirib qo'ydingiz? Menga qarang, Annayxon. Bugundan boshlab joningiz o'ldi. Erta soat 12 ga kelaverasiz. Dadajon, men otang dallayapsanmi? Hamma narsa